Assalomu alaykum hammaga. 2026-yilda birinchi drabilkasi chiqarib egalariga topshirib kelamiz. Drabilkamiz tayyor bo'lgan. Pichoqlari resorli 8 ta pichoqli. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, pastdan o'yinlar qoldiramiz. O'zgartirishda avtomat, pechali avtomat qo'yganmiz. Voltmetr motorni o'zida bu. Motorimiz yangi motor. Kurchoklar tepasi ochilish yopilishlari kurchokda ochilib yopiladi. Ikkita qo'yganmiz. Drabilkamiz katta bo'lganligi uchun tagi 50 sm bo'ladi, tepasi 40 sm bo'ladi. Donam maydalaydi. Buni ko'tarib bemalol ishlatsa bo'ladi. Balonchalari bor. Mustahkam qilib yasalgan, lislari qalinlikdan yasalgan. Tagi ham qalinlik, pichoqlari zo'r. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz.